qayerda yuribsan? Ushalib qoldim. Telefon qilmadimi? Kutyapmiz. Vaqt bo'lib qoldi-yu, qarang-chi. Sabr qilinglar, sabr. Ha, Ovoz yuboribdi. Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Ha, gapiring, nima bo'ldi? Qo'y beraman. Eshitinglar. Assalomu alaykum. Ramazonman. Yaqinlashib qoldim. Kelib qoldim. Hamma tayyormi? Niyat esdan chiqmadimi? Eng oldin niyatni to'g'rilab olaylik. Ozish uchun emas, iftorlar, saharliklar uchun emas, savob uchun roza tutishni niyat qildim denglar. Ramazondan maqsad nafsni tiyish. Ramazonda ko'zni ham, quloqni ham, tilni ham tiyish kerak. Ochlikdan, chanqoqlikdan, sabrdan maqsad taqvo bo'lishi kerak. Men tinchlik oyman. Urushlarni to'xtating. Men xayr-saxovat oyman. Xotamtoy bo'ling. To'lib toshgan masjidlarni, tarovihlarni, xatmi Qur'onlarni, oradagi tasbihlarni sog'indim. Saharliklarni, iftorliklarni sog'indim. Saxovatli birodarlarimizdan fitr ehsonini qabul qilib olgan kambag'al muhtojlarni, quvonch ko'z yoshlarini sog'indim. Eidul fitrni, hayit bayramini sog'indim. Xullas, sizlarni rosa sog'inganman. Siz ham meni sog'indingizmi? Bir oygina mehmoningiz bo'laman. Menga munosib mezbon bo'la olasizmi? Yetkazayotganingga shukr. Manfaatli bo'lsin. Xayrli bo'lsin. muborak bo'lsin. Hammamizga muborak bo'lsin.